gripp bo'lib shamolladingiz. Shundan keyin nisbatan sizda mana hansirash, havo yetishmaslik belgilari kuchaydi. 2013-yilda qandli diabet bilan og'riydi. Oxirgi 10 yil ichida qon bosimi kasalligi bemorda bezovta qilib keladi. 1 yil ichida bemorda buyrakda yetishmovchilik kasalligi aniqlangan. Ko'ngil aynish, tez yurgandagi hansirashlar, quvvatsizlik, umumiy quvvatsizlik, charchab qolish, oxirgi paytda yurakda yetishmovchilik kasalligi yana bunda bezovta qilyapti. Oyoqlarda shish, qorin sohasida shishlar. Keyin biz echoda tekshirganimizda ikkala o'pkadagi suv borligi va yurakda quvvati, otib berish quvvati kamayganligi tekshiruvlardan keyin tavsiyalar berildi. Bugun 4-sutkamiz, holati stabil, holati yaxshi. Mana oxirgi hansirashingiz, havo yetishmay, mana oyoqlaringizda shishlar paydo bo'lganiga qancha vaqt bo'ldi sizda? Shu 1 oyda ichida. 1 oyda kuchaydi. 1 oyda kuchaydi. Gripp bo'lib shamolladingiz. Shundan keyin nisbatan sizda mana hansirash, havo yetishmaslik belgilari kuchaydi. Sahrlari bo'yicha va buyrak, jigar, buyrak analizlarini qayta olish analizlarni qaytarganmiz. O'zidagi holati stabil, holati qoniqarli. Yuqoridagi shikoyatlari nisbatan kamaydi. Kelgan kuningizga nisbatan o'zingizdagi holatingizni necha foizgacha o'zida yengillik sezdingiz? 100% ham bo'ladi. Yengillatsa, bemalol boshingizni qo'yib yotyapsiz. Yurganingizda havo yetishmay, nafas qisishi yo'q, ishlar yo'q. Nafas olishim yaxshi. Yengilladi. Yotganingizda ham yo'tal bo'lib havo yetishmaslik yo'q, a? Yo'q. Yaxshi. Siz yeydigan ovqatingiz tarkibida xolesterin, yog'li ovqatlar biz kamaytirishimiz kerak, tuzni miqdorini nazorat qilib turishimiz kerak. Yana shunaqa holatga sizni tushirib qo'ymasligimiz kerak. Shunda dorilarni vaqtida nazoratda ichib tursangiz, muammo bo'lmaydi.